Bugun juda ham katta assortimentda noyob telefonlarni ko'rsatar ekanman. Har biri eng sifatli, eng arzon va 20 yildan beri har bir mijozni rozi qilib kelgan magazin tomonidan ko'rsatiladi. Assalomu alaykum. Bugungi yangiliklar sizlar uchun. Birinchi bo'lib Xiaomi 14. Buni rusifikatsiyasi bori juda ham kamyob chiqqan va bizda hozir 512 talik rusifikatsiyasi bor $510 Snapdragon 8 Gen 2 chipiga ega bo'lgan Xiaomi 14 ni taklif etaman. Endi oddiy 32 5G ham $135. Men sizga 6+6 RAM full box holatda Honor X7C ishonchli hamrohingiz bo'la oladi. 5 yulduzli mustahkamli, suvga chidamli bo'lgan eng kuchli, bardoshli smartfonni eng noyob rangini taklif etar ekanman $130 evaziga. Men sizlarga yangi telefonlarni ham rabochiy narxda qilib beraman video oxirida va video oxirida birinchi fillardagi zo'r chegirmalar sizlarni kutmoqda. A24 $125 Koreyadan keldi. Korobka hujjatlari bilan keldi. O'ta ideal holatda $115 8/18 talik Note 13 o'sha legendarniy afsonaviy smartfon va men sizlar uchun iPhone SE ni A+ segmentda yangi variantini 64-100%lisini taklif etar ekanman. Bu smartfonni $155 ga, 128-95lisini $289 ga, iPhone 12 yangidek oq rangda va A56 ishlatilmagan absolyutno yangi, faqatgina korobkasiz kelgan, narxi esa $329 ga. Honor X9C shubhasiz Honor brend tomonidan ishlangan telefonlar eng to'g'risi, eng zo'ri. 8256 lik 280 270 sotamiz rabochiysini. Ayni damda $245 qilib berishga tayyormiz. $95 ga Note 11 Pro va Samsung S mana O'zbekistonda ozgina ishlagani $175 ga. Va House Mobile bugun flagman telefonlardagi eng kuchli S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 chipiga ega bo'lgan krem rangdagi hamda qora green ranglarini mana $530 dan A+ segmentda yangilarini taklif etar ekan. Bu smartfonlarda ko'rinayotgan bo'lsa, salafallari hattoki olinmagan bo'ladi. Absolyutno yangi va bularda A- holatdagilarini masalaga $465 dan qilib berishga tayyorman. iPhone XS ikki xil varianti bor. 64-100, 64-77, 256-100, 256-77, $190 va $200 ni tashkil etadi. iPhone 128-100 $245 ga, 128-100% iPhone 7 Plus $110 ga, 64 GB 90 128-91% 13 Pro $463 ga. A24 ni ikkita sim kartali Dubay regioni bor. Ideal holatda $135 ga. A54 esa $190 ga. Bu noyob 8 ga 128 talik varianti. Men sizga bitta A seriya ko'rsatay. Bu A seriya, shuni biling, takrorlanmas A seriya. Flagman segmentdagi A seriya. Chunki ekrani qayrilgan, chegarasi yo'q, ramkasi yo'q. A82 haqida gap ketyapti. Snapdragon protsessorli, quvvatli, tejamkor va moshniy, arzon $170 dan. Bilasizlar, eski narxi 75 edi, 80 ga chiqqan edi. Men sizlarga eski narxda qilib beryapman. S23 Plus modellarimiz kirib keldi. Krem rangda 256, 512, 390 va $405 ni tashkil etmoqda. 24 ultralar $685 dan yangidan nafaqat violet titanium rangi, balkim bizda black titanium rangi ham sotuvda borligini ta'kidlab o'taman. Hattoki natural titanium rangi ham bor. Xudo xolasa, bugungi videomizning qahramoni hisoblangan, dunyoda sanoqli chiqqan va O'zbekistonda yagona bo'lgan ikkita Flip 5 ranglariga e'tibor beringlar. Ko'rganda ko'zlaring quvonadi. Haqiqiy premium smartfonlarni $405 dan qilib berishga tayyorman. Smartfonlar dunyoning eng bardoshli smartfoni. Hamda eng oxirgi model Flip 6 modellarini blue rangi. Qarang, old tarafini chiroyliligini. Narxi esa $525 ni tashkil etmoqda. Xudo xolasa, S20 Ultra bizda eng ideali $315 bo'lsa, qo'limda $235 ga A- segmentdagisi. Mana bizda narxlar arzon, endi holatdan kelib chiqib narxlar chiqadi va O'zbekistonda A+ holatda ozgina ishlagan telefonlar 360 ga olingan telefonni 310 ga qilib beraman. Mana shunaqangi $50-60 arzoniga qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. S23 ni 512 talik salafallari olinmagan atrof polni salafa $465 ga, o'zi 256 olishlaring qiyin. Biz esa sizlarga 512 talik taklif etamiz. S22 Plus ni 295 qilib beraman. S21 Plus va Note 2 mana $225 Note 2 A+ holatda. Kecha 210 dan sotgandi. Aynan qorasi sal qimmatroq keladi. A+ holatda olingan $265 ga. Bugun esa bu smartfonni 240 ga qilib beramiz. Ozgina O'zbekistonda ishlaganligi bois va Vivo Y100
Buni narxi 285, 290 turadi hozir ham. Narxi esa 205 dollarga yangi zapечатанныйsini Honor X8C yangi modelimizni sizga, hurmatli obunachilar, X8B yangi modelimizni 235 dollar turadi. Narxini men 190 dollar qilib beraman. Рабочий narxda iPhone 16 Pro'da Desert Titanium rangda va Black Titanium ranglarini xudo xolasa sizlarga 1240 dollardan qilib beraman. 16 Pro Max'larda eng arzon narxlari o'zimizda, bemalol aytaverasizlar. Note 9 qora rangda, titanium rangda hammasi 145 dollardan tashkil topadi va bizda S21larda 225 dollardan A+ larni qo'yardik. Yangidek holatda bo'ladi. Xudo xolasa iPhone 14larimiz ham bor. Yangidek holatda 92 родной foizli 430 dollarga, 95 dollarga A32 modellarimiz. iPhone 6 ni 730 dollar qilib beramiz. 256 100% Redmi Note 14 ni 145 dollarga qilib beramiz va eng asosiy chegirmalarni men sizlarga hozir birinchi filial tomonidan taqdim etaman. Hurmatli obunachilar, House Mobile birinchi filialdagi chegirmalarni kutib olinglar. Men birinchi mana shu telefon ko'zim tushdi, qaranglar. Batareykasi 24 mAh ekan, shunaqa juda katta bo'ladi. Bir hafta 10 kunga yetadi batareykasi. Haqiqiy gaplash uchun, slujebniy ishlarga juda zo'r narsa. 3 ta sim karta tushadi, o'ta tez ishlaydi. Telefon antikvar narsa. Agar qiziqarli bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, 75 dollarga Itel tarafidan powerbanklari bilan ajoyib smartfonni 128 talik variantini taklif etmoqchiman. P65 modelimiz va men sizlarga iPhone 13 Pro ni 450 dollar evaziga ideal holatda 85% lik Desert rangini taklif etaman. Va men sizlarga bugun yana zo'r taklif. Bu 512 talik 100% li iPhone 6 Pro Max Desert 1,5 ming dollar turadi. 1250 dollarga ideal holatda 100 batareyakalisi, 530 dollarga esa ikkita sim kartali iPhone 13 Pro Max 100% radnoy 12885. 12886 iPhone 14 Pro narxi 560 dollarga ideal holatda. Bugun bizga iPhone 13 Pro'larda Amerikadan Primo kelgan variantlarni ko'rsatib berar ekanman. Hamma rangidan kirib keldi. Mana. Xudo xolasa hammasi amerikanskiy. Narxi 459, 463 dan chiqadi. Eng zo'r, eng yangi holatdagi variantlari. 12 Pro ni 12881 O'zbekistonda ishlamagan, Amerikadan kelgan. 345 dollarga eng tiniq holati. iPhone X da S varianti bor, X da o'zi bor. 155 dollarga X da o'zi, XS da o'zi 145 dollar turadi. U ham ideal holatda, hozir telefon ko'pligi uchun adashib ketib qolmay mana. 64 100% li ideal holatda 145 dollarga. iPhone 13 Pro Amerika regionida 83% li 459 dollarga qora rangda. iPhone 13 mini 289 dollarga ideal oq rangi, 64-99% li 12 mini ham bor, 209 dollarga. S22 ni A- 255 dollarga qora ideal holatda. Note 9 da 140 dollar, o'zi 145, 140 ga faqatgina bir dona birinchi filial tomonidan. S24 Ultra ni 256 li dubayskiy ideal violet titanium 725 dollarga, 185 dollarga 11 ta Pro bor. Va S20 Plus BTS Edition rangi, eksklyuziv rang, narxi 240 dollarga. A54 175 dollarga. S20 Ultra faqatgina bir dona 305 dollarga A+ bironta nuqtasi yo'q. O'zi 320 dan kam sotilmayapti, bilasizlar. 22 Ultra salafanlari olinmagan, absolyutno yangi. Kolичествоda kirib keldi. 420 dollardan A+ larni qilib beramiz. Shoshilinglar, 440 edi o'zi oxirgi narxi. Va bir dona bu 3 dona S20 ni 420 qilib beraman. 440 dan kami yo'q, hurmatli obunachilar. S23 Ultra 530 dollarga islomiy green rangda ideal holatda va bizda yangi telefonlar har kuni mana keladi. Note 14 lar kelgan katta partiyada 14 lar budjet segmentdagi A16 modellarimiz, iPhone 6 Pro Max, Fold modellarimiz, Flip modellarimiz hammasi sizlarga chegirma narxlarda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Telegram, Instagram profillarimizga obuna bo'lib qo'yinglar va kun davomidagi yangiliklarni o'sha kanallarga joylab boramiz.